İsa aleyhissalom bir sahrodan o'tib ketvasalar, bir podshoni dini islomga da'vat qilgani oyoqlari bir narsaga qoqildi sahroda. Qo'llariga bunday olib qarasalar, bir insonni yarmi chirib ketgan kalla suyagi. Yig'lab Allohga munojat qildilar: "Ey Rabbim, buni o'zing uchrattirding. Bu kimni aziz boshi, qaysi insonni boshi bu oyoqlarda, sahroda oyoq ostida yotibdi, yarmi chirib qorayib." Alloh aytdi: "O'zidan so'ra, o'ziga berdi." Tilla. Kalla aytdi: "Ey Allohning payg'ambari, men sultonman. Sultoni jangchini kallasiman. Shu sahro bir paytlar poytaxtimidi. Manaqa bandaqa zo'r podsho bo'lmagan edi dunyoda. Men bosmagan, men olmagan mamlakatlar qolmadi. Hamma mamlakatni o'zimga tobe qildirdim. Shu chirib ketayotgan kallada 7 ta gavhar qadalgan oltin toj kiyilib turardi. Xizmatkorlarim tovus patidan yelpig'ich qilib, soyabon qilib tepamda shu kallamga oftob tushmasin deb soya qilib turishardi. 100 mingta askarimni o'zini kamari oltindan edi. Kimlarga mansab berdim, kimlardan mansab oldim. Dunyoni butun mol dunyosiga egalik qildim. Kasal yo'q, nuqul zo'rman, yengaman, dardim yo'q, g'amim yo'q. O'zim Xudo bo'lsam kerak dedim deydi, kalla aytadi. Mana men jon beryapman, mana men saqlab qolyapman, mana men kimni baxtli qilsam baxtli qilyapman, menga sig'ininglar dedim deydi. Bir kun kechasi deydi, vujudim qaqshab og'riqdan uyg'ondim, tepamda bir xunuk zotni ko'rdim deydi. Azroil alayhissalom yaxshi odamga eng yaqin do'sti bo'lib ko'rinadi. Iymonsiz, takabbur, manmansiragan zolimga nihoyatda xunuk suratda ko'rinadilar. Ko'rdim u titrab qaqshab, kimsan deb askarlarimni, soqchilarni chaqiray desam tilim aylanmay qoldi deydi. Joningni oladigan Azroilman, kuning tugadi. Xazinamdagi bor oltinu, gavharu, marvaru, tillolarni ol. Jonimni olma. Ey lodon bandalar, sallaru toshlariga, temirlariga sig'inib bir-birini abgor qilib yuradigan nima u narsa bizga? Sen men vazifaga keldim, Xudo buyurdi. Bugun sen tong otishini ko'rmaysan endi. Sen uchun tong otish yo'q. Qultum suv ham yo'q. Hozir nafasingdan turibdi rizqing. Bu ham hozir tugaydi, omonatni olgani keldim. Jon berish shunday qiyin bo'ldiki deydi kalla. 50 yil podshohlik qilganlarimga pushaymonlar edim. Koshki dunyoga kelmasdim-u, bunaqa jon berish boshimdan o'tmasdi dedim. Dunyoga kelib yashaganlarimga pushaymon yevardim deydi. Askarlarim saf-saf tortib 3 kun qasrida saqlab go'rga qo'yishdi. Qorong'u go'rda ovoz keldi: "Ey bandam, chirog'ing qani? Hamrohing qani? Qani askarlaring, qani laganbardorlaring, qani soyanga salom beradiganlaring qani endi?" "70 yil umr berdim, 50 yilligini podshohlikda o'tkazding. O bir-birdan nonni zo'rg'a topadigan ham bandam edi. Uni kambag'al qilib sinadim, seni podshoh qilib sinadim. Biron marta shunchalik davlatda podshoh bo'lib turib men uchun nima ish qilding? Bir madrasa qurdingmi? Bir masjid qurdingmi? Bir yetimlarning holidan xabar oldingmi? G'arib g'urabolardan, ilm o'qiyotgan taliblardan insonlarga biron ish qildingmi-ki bugun senga shu narsa hamroh bo'lsa go'ringda? Ha? Nima qilding? 50 yil bitta ish qilsang ham qancha savobini berardim senga. Bandam,
Sen faqat shahar buzding, qirding, ezding, o'ldirding, vayron qilding. Olimlarni o'ldirding, madrasalarni buzdirding. O'zim Xudoman deding. Endi senga beradigan azobimni endi o'zing bilib olaver. İki ming yildan beri azobdaman, duo qiling payg'ambar dedi. Kalla, Alloh azob qilsin. İsa alayhisalom ya Rabbim deb duo qilayotganda, ey İsa, har kim qilsin, tiriklik qilsin. Buni hanu tirik podshoga yetkazib seni yo'lingga uchrattirdim. Buni vaqti o'tdi endi. Bu kufrda ketgan. Hozirgi tirigiga borib yetkazdigan ekanlar.